albatta birovga bir nasihat qilish uchun, maslahat berish uchun inson o'shani o'zi tajribasida qilib bilish kerakda, ko'rsatish kerakda. Bu faqat kirib u yerga namoz o'qishimiz ibodat emas. Bu yerda yurishimiz, hamma badan tarbiya qilishimiz yoki boshqa hammasi ibodat. Buni ibodat darajasiga chiqarish uchun insondan nima talab qilinadi dedi? Endi insondan mana shu talab qilinadigan narsa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Dodo, yoshingiz nechida? Xudo xolasa inshaalloh mana shu mart oyida 67 ga to'lamiz. 67 ga to'ladigan inson o'zini qanaqa his qiladi? Mana shu inson qancha ulg'aygan sari shuncha uni Xudoy taolo unga shunchalik aql berar ekan, shunchalik zakovat berar ekan. Yana Parvardigor bizni musulmon qilib yaratganiga avvalambor shukrlar aytishimiz kerak. O'zingizdan yosh bo'lgan insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? Har bitta insonga keladigan bu ne'mat Allohdan deb bilish kerak. Yoki kasb, hunar Allohdan deb bilish kerak. Sigaret degan yoki nos degan narsalardan ham qaytish kerak. Bulardan qaytish oson yo'li yoshlar shu sport bilan shug'ullanishga harakat qilishga. Inson hamma ishini qiladi, vazifangizni qilaverasiz. Hamma ishini qilaveradi, lekin unga ham vaqt topish kerak. O'zini band qilish uchun. Albatta biz musulmon bo'lganimizdan keyin albatta shu islom dinini odoblarini bilishimiz kerak. Odoblarni bilishimiz kerak. Bizda hozir shu yerda turganimizda ikkalamiz suhbat qilayotganimizni o'zi ham ibodat. Uni amakilar, o xolalar nabilarni o'ynatib yuribdilar. Bu ham ibodat. Ana yerda kimdir bir taomlarni tayyorlayaptilar. Oshxonalarda bizlar uchun, misol uchun-da, bu ham ibodat. Bu faqat kirib u yerga namoz o'qishimiz ibodat emas. Bu yerda yurishimiz, hamma badan tarbiya qilishimiz yoki boshqa hammasi ibodat. Buni ibodat darajasiga chiqarish uchun insondan nima talab qilinadi dedi? Islomda odoblarni agar biz o'rgansak, hamma vazifamizni ibodat darajasiga olib boramiz. Yoshlikda biz ham bilmaganmiz. Bo'lmagandi bunaqangi ta'lim, tarbiyalar. Bu albatta yaxshi ekan. Mana shunisi yaxshi ekan. Mazza qilar ekanda inson. Inson qanaqa xulqli bo'lish kerakki, yosh katta insonlar maslahat berganida quloqiga elish uchun qanaqa xulq atvorli bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Albatta birovga bir nasihat qilish uchun, maslahat berish uchun inson o'shani o'zi tajribasida qilib bilish kerakda, ko'rsatish kerakda shu narsasini. Mana misol uchun men ertalablari nimaga chiqaman, ana domda devorga chiqaman, o'g'limiznikida, uyimizda endi hovliga sekin chiqib kelib, men hozir ham shu sport bilan shug'ullanib turaman. Men turnikga tortilaman, trenajyorniy roliklarda mashq qilaman. O'shalarda sekin borib ularga assalomu alaykum deb qilib ko'rsatib, keyin ularga mana shu narsalarni qilish kerak. Qilsa nima bo'ladi, qilmasa nima bo'ladi? Shularni sekin tushuntirib boraman-da, albatta ular qulog'iga oladi. Bu doim bo'lish kerak. Yoshligida faqat emas, butun umrimni davomida shuni qilish kerak. Mana bugun ham misol o'sha ertalabki mashqlarni qildim. Hay bir zo'rg'a 20 ta tortilaman ko'rmaydi. 20 ta tortilasizmi? Shu, ha? 67 yoshman dedingiz. Har kuni qilaman-da nimagaki. Buni siri doimiylikdami shu? Doimiylikda. Har kuni qilishda. Prisidani ham qila olasizmi? Unchalik emasmi? Yo'q, endi uni ham misol qilamiz. Men endi prosta ilgari og'ir tosh ko'targanmiz, grija bo'lgandan keyin qilmayman. Turnik, brus tam, rolik trenajyorniy bor-ku, qilganmiz shunda. Ko'paygan edi. Qo'lni sindirib tashlayman bu mana shu joylar o'sha qattada mashqda shuni qilish kerak inson. Buni qilsangiz agar bu birov bilan urushga emas. Bu odamni o'zini salomatligi uchun. Bu ibodat. Bu ibodat. O'sha har bir amalni ibodat qilman deb qilish kerak. Shunday. Niyat shunaqa bo'lish kerak-da. Nima ish qiladigan bo'lsangiz, birovga mana masjidga kirsangiz ham
boshqa joyga bo'lsa Xudo uchun deyish kerakda. Birovga bir yordam qilasizlar, Alloh uchun deyish kerakda. Ko'z uchun emas. Ha, yo'qda, uni birov bilishi shart emas. Insonlar chiroyli bo'lishga harakat qilishadi, lekin ba'zi bir toifa insonlar aytishadiki, insonning xulqi uni yuziga uradi deb aytishadi. Yana ba'zi bir toifa aytishadi, chiroy bu xulq atvor bilan o'lchanadi deb aytishadi. Biz hammamiz yer yuzidagi insonlar bizni bitta onadan, bitta otadan tarqalganmizda. Mana shu mart oyida 67 ga to'lamiz. Inson ko'paygan-da. Ha, endi Qo'lni sindirib tashlayman bu Hozir yaxshi. efirda biz keling. Yozyaptimi? Mana orqasida. Keling. Bir yaxshi maslahatlaringizdan, gaplaringizdan bering. Agar suhbatimiz foydali bo'lgan bo'lsa, sizlarni keyingi videolarimda kutib qolaman.